Mutlaq köp sondagi demokratik davlatlarda har qandaq insonning har qandaq yerda namoyish qilish va o'z noroziligini ifodalash erkinligi bor. Bundaq deganlik hargizmi bu jihatda hech qandaq talab va qonun tuzum yo'q deganlik emas. Kishilarning namoyish qilishiga nisbatan o'xshamagan davlatlarda, hatto o'xshash bir davlatning o'xshamagan rayonlarida va o'xshamagan vaqtlarda qo'yiladigan talab va qonun tuzumlar farqli bo'lishi mumkin. Amerikada namoyish qiluvchilarning soni ma'lum chekdan eshib ketmagan va qatnashga yoki boshqalarga ta'sir yetkazmagan ahvol ostida namoyish qilish uchun alohida tasdiq ilish hojatsiz. Ammo namoyishga qatnashuvchilarning soni ma'lum chekdan eshib ketganda yoki ma'lum alohida ahvol va alohida o'rinda namoyish qilish uchun belgilik muddatdan, ya'ni 2-3 hafta burun munosabatlik o'rin va soqchilarga namoyish iltimosi sunib, ularning tasdiqini elishga to'g'ri keladi. Ularga iltimos qilish va ularning tasdiqlashida namoyishning kimga qarshi ekanligi va mazmuni asos qilinmaydi. Balki namoyishga qatnashuvchining soni, o'rni, qatnashga bo'lgan ta'siri, atrofda alohida ta'sirga uchraydigan o'rinlarning bor yo'qligi va bexatarlik omillari asos qilinib ko'zdan kechirildi. Masalan, namoyish qiladigan o'rinda dal-daraxt va o'simliklar bormi? Namoyishchilar ularga qanchalik zaxmi yetkazishi mumkin? Namoyish qiluvchilar bilan qarshi tarafdagilar orasida to'qinish yuz berish ehtimoli bormi yo'q? Shovqin-suronlar atrofdagilarning xizmat va turmushiga ta'sir yetkazamdi yo'q? Namoyishchilar qatnashga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Qanchalik soqchi namoyishning tartibini qo'g'dashga ehtiyojli degandek ishlar. Agar ma'lum guruhga yoki tashkilotlar o'rinlashtirgan namoyish ko'p qitim masala ko'rilgan bo'lsa, ular namoyish qilishga iltimos qilganda munosabatlik o'rinlar yoki soqchilar texmi inchik qarab chiqishi va texmi ko'p soqchilarni namoyish tartibini saqlashga o'rinlashtirishi mumkin. Hatto ba'zi alohida ahvol ostida ularning iltimosini tasdiqlamasligi yoki talab qilgan o'rinda namoyish qilishga ruxsat qilmasligi mumkin. Agar u guruhga yoki tashkilot o'rinlashtirgan namoyishda aslo masala ko'rilmagan bo'lsa, ularning namoyish iltimosi osonla tasdiqlanishi mumkin. 9-oyning 24-kuni Uyg'ur Amerika Birlashmasi BDT oldida o'rinlashtirgan namoyishda tartib saqlovchilar barliq bayroq dasturlarini yig'ib oldi. Nima uchunligi aniq bo'lmadi. Bu namoyish Uyg'ur Amerika Birlashmasi Nyu-Yorkda uyushtirgan tunji qitimliq namoyish bo'lg'achqa, ba'zi ishlar Washington atrofidagidan farqli ekanligi bilindi. Undan boshqa yangratqu ishlatishga yo'l qo'ymaganlik uchun boshlamchi bo'lib shuar to'lg'anlarning ovozi putib ketdi. Uyg'ur Amerika Birlashmasi garchi yerlik o'rinning ruxsatini olgan bo'lsa-mu, Nyu-York soqchilarining ruxsatini olmabsizlar degan sabab bilan yangratqu ishlatgili qo'ymadi. Tövəndə Nyu-Yorkda o'zim boshdan kechirgan 2 qitimliq namoyish ahvolini ko'pchilik bilan o'rtoqlashib o'tmoqchiman. 2021 yil 2-oyda 3 tut namoyish o'rinlashtirishga to'g'ri kelgan bo'lib, soqchiga iltimos sunish uchun yetarlik vaqt qolmaganlik uchun soqchidan iltimos olmay namoyish qilishga to'g'ri kelgan edi. Havo sovuq bo'lg'achqa namoyishga kelganlar uncha ko'p bo'lmasligi mumkin deb o'ylagan bo'lsaqmi, ammo namoyish qiladigan o'rin Nyu-Yorkning odam eng ko'p to'plashgan davr maydoni bo'lg'achqa, u yerda namoyish qilish uchun odam soni 25 dan oz bo'lsa-mu, cho'qim oldin iltimos qilish kerak ekan. Biz planimiz bo'yicha namoyishni boshladik. Namoyishga kelganlarmi xeyli ko'p edi. Namoyish boshlanib taxminan 20 minutlardan keyin soqchilar kelib bizdan namoyishga ruxsat olganmi deb so'radi. Biz namoyishga ruxsat olmaganligimizni va uning sababini tushuntirishga boshladik. Shu vaqtda soqchilar bizning Uyg'urlar ekanligimizni bilib, darhol gapimizni bo'lib, "Ansirmanglar, davomlashtiraveringlar. Namoyishdan burun xabar topgan bo'lsak, oldin odam o'rinlashtirgan bo'lardik. Hali ham biz bu yerda namoyishinglarning o'ngishli bo'lishini qo'g'daymiz" dedi. Namoyish jarayonida ikki Xitoy kelib bizdan savol so'rayotganda, soqchilar yenimizga darhol kelib bizdan "Ular sizlarni avar qilyaptamdi" deb so'rdi. Biz "Yo'q" deb javob bergandan keyin ular namoyishni yiroqdan kuzatib turdi. Yana bir ozdan keyin ikki Xitoy yiroqdan bizni suratga tortayotganda
saqchilar kelib ularni ketkizib 2022 yıl 9 ayının 16 günü bir musulman o'quvchilar tashkiloti Xitoy hukumatining vatanda xalqimizni o'ylarga solab och qoldirayotgan ahvolga qarshi Xitoyning Nyu-Yorkda turishliq bosh konsulxonasi oldida biz uchun namoyish va juma namozi o'qish faoliyati o'rinlashtirgan ekan. Men u faoliyatga qatnashish uchun belgilangan vaqtdan sal burun naq maydonga yetib borganimda faoliyatni o'rinlashtirgan bir musulmon o'quvchi qiz allaburun u yerda boshqalarning kelishini kutib turgan ekan. Men uning bilan salomlashgandan keyin uningdan u faoliyat uchun saqchidan ruxsat olmaganligini so'radim. U faoliyatga iltimos qilganda yetarli vaqt qolmag'achqa ruxsat olmaganligini aytdi. Men uningga agar namoyishga kelganlar bak ko'p bo'lmasa, namoyish cheklimiga uchramasligi mumkin. Ammo jamoat ko'chada namoz o'qiganda ko'chani to'sib qo'yish ehtimoli bo'lg'achqa cheklimiga uchrab qolarmikin deb o'zimning andisini o'tirg'a qo'ydim. Shu chaqda bir saqchi mashinasi bilan ikki saqchi kelib bizdan "Sizlar namoyish uchun ruxsat olganmi?" deb so'rdi. Biz "Yo'q" deb javob bergandan keyin ular yana "Sizlar kimlar uchun namoyish qilasizlar?" deb so'rdi. Biz Uyg'urlar uchun Xitoy hukumatiga qarshi namoyish qilganligimizni aytishimiz bilan ular birdilla bizga qizg'in muomala qilib, xotirjam namoyishinglarni qilaveringlar. Biz namoyishinglarning omonligini qo'g'daymiz dedi. Ko'nglim shundoq illiq bo'lib qoldi. Biz namoyishni konsulxonaning qarish tarafidagi ko'chada bir oz davomlashtirgan va juma namozini o'qib olgandan keyin konsulxona tarafidagi ko'chada davomlashtirish uchun konsulxona tarafga o'tishimizga konsulxonaning xizmatchisi bo'lgan ikki qartallik amallik xodimi chiqib bizni u yerda turmaysizlar deb to'sdi. Biz u ikki amallik xodimi bilan munozirlashayotganimizda bizga xotirjam namoyishinglarni qilaveringlar degan ikki saqchi yenimizga keldi va bizga madad berib u yerda namoyish qilishimizni qo'lladi. Buni ko'rgan konsulxonaning ikki amallik xodimi saqchilarning biz tarafda ekanligini bilib demi ichiga tushib gap qila olmay turib qoldi. Buningdan bizning ruhimiz ko'tarilib, ovozimizni texmi qo'yib berib, namoyishimizni davom qildik. Yillar ilgari namoyish qilishga ruxsat olish uchun saqchilarga iltimos qilganda, saqchilarning ko'pinchisi Uyg'urlarni anglabmi baxmagan kishilar bo'lib chiqatdi. Belgilangan muddatdan burun iltimos qilishimizni talab qiladi. Bugungi kunda bo'lsa, ularning ko'pinchisi Uyg'urlarni bilib qolmasdan balki namoyish qilishimizga nurg'un qulayliklarni yaratib bermoqda.